Voy zot, buni dizaynini qarang, chiroyliligini. Xitoyliklar bunaqa ishlab chiqara olmaydi, chunki xitoyliklarning puli ko'pligi uchun buni dizaynini qarang, buni dizaynini. Sobiq Bentley kompaniyani dizaynerini sotib olishgan. Qarang qanday chiroyli va Audi'ni ham dizaynerini sotib olishgan xitoyliklar. Vau, qarang dizaynni qanchalik chiroyliligini. Zeekr 007 GT topib qo'ydi. Buni salonni o'zi do'popsi bo'ladi, oppoq rangda. Lekin gap yo'q, to'rtta yumshoq yangi Michelin ballonlarda turibdi. Mana qarang, slip-on zona 360 kamera. Mana qarang, bezramishi o'yinlari ham bor. Va orqasini qarang, kengligini, mashinamizning massajlari bor. Mashinamiz full, lekin bosib yuboradigan joy 5 sekund 0 dan 100 gacha. Bu mashinamiz bitta motorligi. Qarang, orqa dizaynni qanaqa chiroyli qilib ishlab qo'yishgan. Bunday qilsa bagajni o'zi sekin ochiladi, qarang. 360 kameralar bor va bagajni qarang kattaligini. Lekin gap yo'q. Siz ham bosib oladigan paytingiz keldi, ho'jaki bitta bosib shu zikrdi. Voy davant, buni salonda o'tirib mazza qilyapman. Egalar bilan tortishib, talashib siz uchun narxini srochligi 39.200 dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Narxi o'shash keladi narxda. To'g'risi keldi, ho'jaki bitta o'rish kerak. Ha, aytgancha bu mashinachilik 25-yil atiga 17 yurgan kraskalarni top toza.